أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 14. پارە Sürə Hicr Məkkədə nazil bolğan 99 ayət Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif, Ram, Ra Bu kitapның Roşan Qur'anның ayetleridir. Kafirlar qiyametning dәштini ko'rganda dunyodagi chig'imizda musulmon bo'lgan bo'lsaqchi deb armon qiladi. Ey Muhammad, ularni, ya'ni kuffarlarni mayliga qo'yib at, yeb ichib, o'ynab kulib yursin. Ular behuda orzular bilan bo'layversin. Ular uzoqqa qolmay o'z qilmishlarining yomonligini biladi. Biz qandaq bir shaharni halok qilmayli, faqat uning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Har qanday ummatning halok bo'ladigan vaqti ilgari surilmaydi, ham kechiktirilmaydi. Ular aytdi: "Ey Qur'on nazil qilingan odam, sen haqiqatan majnunsan. Agar sen men Rasululloh degan so'zingda rostchilikdan bo'lsang, payg'ambarligingga guvohlik beradigan farishtalarni oldimizga ilib kelsangchi, farishtalarni faqat haq asosida, ya'ni azob nazil qilishimiz muqarrar bo'lgan chog'da nazil qilamiz. Bu chog'da ularga muhlat berilmaydi, ya'ni ularning azobi kechiktirilmaydi. Qur'onni haqiqatan biz nazil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Shubhisizki, seningdan ilgari burungi har qaysi toifalarga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ular o'zlariga payg'ambar kelsa, uni masxara qilishdi. Shundoq masxara qilishni biz gunohkorlarning dillariga solamiz. Ular Qur'onga ishonmaydi. Bu burundan odat bo'lib qolgan, ya'ni burundan tortib payg'ambarlarni inkor qilgan qavmlarni Allohning halok qilishi odat bo'lib kelayotgan ish. Biz ularga osmondan bir eshik ichib bergan. Ular uningdan osmonga o'rlab olamni, arvohni, farishtalarni ko'rgan taqdirdami, ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi, balki sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishidi. Biz osmonda burujlarni yaratdik va kuzatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezadik. Har bir qo'g'landi shaytondan osmonni qo'g'didik. Lekin osmon xabarlarga o'g'irlikcha quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduz qo'g'lab yetadi, ya'ni halok qiladi. Yer yuzini yeyib keng qildik. Uningga tog'larni o'rnatdik. Yer yuzida har xil tagshi o'lchamlik o'simliklarni o'stirdik. Yer yuzida sizlar uchun va sizlar rizqini berolmaydiganlar, ya'ni xodimlar va hayvonlar uchun turmush lozmatliklarini yaratdik. Ularning yemak-ichmaklarini sizlar emas, biz yaratamiz. Qandaq narsa bo'lsin, uning xazinasi, ya'ni g'azinning ochquchi bizning dargohimizdadir. Biz uni faqat ma'lum miqdorda tushiramiz. Biz yomg'irni haydaydigan shamollarni avatdik. Biz bulutdan yomg'ir yog'dirib sizlarni sug'ardik. Sizlar hargiz uni saqlashga qodir emassizlar. Biz hammani tirildiramiz, hammani o'ldiramiz va hammaga varislik qilamiz. Biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz va keyin keladiganlarni haqiqatan bilamiz. Parvardigoring haqiqatan hisob elish va jazolash uchun ularni yig'idi. Alloh haqiqatan hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir. Shak shubsizki, biz inson, ya'ni Odam alayhissalomni qora loydan yasalib shaklga kirgizilgan, cheksa jiringlaydigan quruq loydan yaratdik. Jinlar, ya'ni shaytonlar va ularning boshlig'i iblisni ilgari tutunsiz o't yalqundan yaratgan edik. Parvardigoring o'z vaqtida farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan qora loydan yasalib shaklga kirgizilgan, cheksiz jiringlaydigan quruq loydan inson, ya'ni Odam alayhissalomni yarataman. Men uni to'liq yaratgan, ya'ni uni yaratib suratga kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal
inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan chig'imda sizlar uningga sajda qildinglar. Farishtalarning birimi ayrilib qolmay, hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. Faqat iblislar sajda qilishdan bosh tortdi. Allah: "Ey iblis, sen nimishqa sajda qilmaysan?" dedi. İblis: "Qaralaydan yasab shakliga kirgizib, cheksa jiringlaydigan quruqlaydan yaratilgan inson mening sajda qilishimga loyiq emas", dedi. Allah aytdi: "Sen jannatdan yo'qol. Haqiqatan qo'g'landi bo'lding. Sana qiyomat kunigacha haqiqatan la'nat bo'lsin." İblis: "Parvardigorim, menga haloyiqlar tirildirildigan kun, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergin, ya'ni meni hayot qoldirgin", dedi. Allah: "Sana haqiqatan ma'lum vaqtgacha muhlat berildi", dedi. İblis aytdi: "Parvardigorim, sen meni gumroh qilganliging uchun yer yuzida odam bolalariga gunohlarni albatta chiroyli ko'rsataman. Ularning hammasini albatta ozdiraman. Ulardan faqat tanlangan bandlaringlar buningdan mustasno, ya'ni ularni ozdirolmayman." Allah aytdi: "Bu men saqlashga tegishli to'g'ri yo'ldir. Mening bandalarimga, ya'ni ularni ozdirishga sening kuching yetmaydi. Faqat gumrohlardan sana ergashganlarga sening kuching yetadi. Shubhisizki, do'zax ular, ya'ni iblis va uning tabalarining hammasiga va'da qilingan joydir. Jahannamning 7 darvosi bo'lib, ularning har biridan kiradigan muayyan bir bo'lik odam bor. Taqvodorlar haqiqatan oxiratda yop-yeshil bog' bo'stonlardan, suv, asal va may iqtiradigan buloqlardan bahramand bo'ladi. Ularga jannatga omon eson tinch kiringlar deyiladi. Ularning dillaridagi dushmanligini chiqarib tashlaymiz. Ular o'zaro qiyrindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-biriga qarshi o'tiradi. Jannatda ularga charchash bo'lmaydi. Ular jannatdan chiqarib etilmaydi. Ey Muhammad, mening mo'min bandalarimga xabar qilginki, men to'lim mag'firat qilguvchiman, nihoyatda rahim qilguvchiman. Mening azobim qattiqdir. Ularga Ibrohimning mehmonlari haqidagi hikoyani aytib bergin. O'z vaqtida farishtalar Ibrohimning yoniga kirib salom berdi. Ibrohim: "Biz haqiqatan sizlardan qo'rqyapmiz", dedi. Ular: "Qo'rqmagin, biz Parvardigoringning elchilarimiz. Haqiqatan sana o'sib cho'ng bo'lganida nihoyat bilimli bo'ladigan bir o'g'il, ya'ni Isoq bilan xush xabar beramiz", dedi. Ibrohim: "Men qiyirgan tursam, menga bola bilan xush xabar berdinglarmi? Menga nima bilan xush xabar beryapsizlar?" dedi. Ular: "Biz sana rost xush xabar berdik. Noumid bo'lmagin", dedi. İbrahim: "Parvardigorining rahmatidan gumrohlardan boshqa kim noumid bo'lar?" dedi. İbrahim: "Ey elchilar, nima ish bilan keldinglar?" dedi. Ular aytdi: "Biz haqiqatan gunohkor bir qavmni jazolash uchun avatildik. Faqat Lutning tabalarilar buningdan mustasno. Biz ular, ya'ni Lutning tabalari va uning oilasidagilarning hammasini azobdan cho'qim qutuldiramiz. Faqat Lutning xotinlar buningdan mustasno. Biz uning cho'qim boshqalar bilan birga azoblanganligini oldin bekitdik." Elchilar Lutning oilasiga kelgan chaqda Lut: "Sizlar haqiqatan nodonish odamlar-ku", dedi. Ular aytdi: "Undaq emas. Biz Allohning elchilarimiz. Biz sening oldinga ular, ya'ni sening qavming shaklanayotgan azobni elib keldik. Biz sana haqiqatni elib keldik. Biz albatta so'zimizda rostchilmiz. Kechining oxirida oilangdagilarni elib yo'lga chiqqin. O'zing ularning orqasida mangin. Sizlardan hech bir odam orqasiga qaramasin. Sizlar buyurilgan yerga yetguncha olg'a qarab meni beringlar." Saharda bular, ya'ni Lutning qavmining yildizi quritildi, ya'ni talto'kis halok qilindi degan hukmni Lutga vahiy qildik.
Sadum shahrining aholisi, ya'ni Lutning qavmi xo'shal bo'lishib yetib kelishdi. Lut aytdi: "Bular mening mehmonim. Ularga chiqilib qo'yib, ularning oldida meni rasvo qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Mehmonimni xorlash orqali meni xorlamanglar." Ular: "Biz seni kelgan musofirlarni himoya qilishdan to'sinmaganmidik?" dedi. Lut: "Bular mening qizlarim, ya'ni qavmining qizlaridir. Agar qazoyi shahvat qilmoqchi bo'lsanglar, ularni nikohlab elinglar", dedi. "Ey Muhammad, sening hayoting bilan qasamki, ular albatta gumrohlarida tamarqab yurishidi." Kun chiqar vaqtida ularga qattiq cho'qan yuzlandi. Biz u shaharni ostin-ustin qilib atdik, ya'ni ko'mtirib atdik va ularning ustiga yomg'irdak savol tosh yog'dirdik. Uningda, ya'ni ularga nasib bo'lgan azobda kuzatuvchilar uchun haqiqatan nurg'un ibratlar bor. U shahar Qurayshlar Shamga boradigan yo'l ustida haqiqatan elmi mavjud turmoqda. Buningda mo'minlar uchun haqiqatan ibrat bor. Aykanliklar shubsizki zolim edi, ya'ni kufrida haddidan oshqanlar edi. Shuaybning payg'ambarligini inkor qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ular, ya'ni bu ikki shaharning har ikkisi shubsizki oshkora yo'l ustidadir. Ey Makka aholisi, ulardan ibrat olmamsizlar. Hijriliklar haqiqatan payg'ambarlarni inkor qildi. Yana ularning Salih alayhissalomni inkor qilganligi boshqa payg'ambarlarni inkor qilganligidir. Ularga mo'jizlarimizni keltirdik. Ya'ni toshdan tishi to'ga chiqarishdek qudratimizga dalolat qiladigan mo'jizlarni ularga ko'rsatdik. Ular bu mo'jizlardan yuz o'radi. Ular azobdan amin bo'lgan holda tog'larni teshib, bu bizni Allohning azobidan saqlaydi deb o'y solatdi. Lekin qattiq cho'qan sahardila ularni halok qildi. Ularning qilgan amgaklari o'zlariga asqatmadi. Ya'ni ularning salgan binolari ularni Allohning azobidan saqlab qololmadi. Biz osmonlarni, zaminni va ulardagi narsalarni faqat haq asosida yaratdik. Qiyomatning bo'lishi cho'qimdir. Ey Muhammad, nadonlar bilan tang bo'lmag'in, ularga chiroyli muomalada bo'lg'in. Parvardigoring haqiqatan hammani yaratquchidir. Bandalarning ahvolini bilib turg'uchidir. Namozda takrorlanib turadigan 7 oyatni, ya'ni sura Fatihani va ulug' Qur'onni haqiqatan sana ato qildik. Ba'zi kofirlarning biz bahramon qilgan narsalarga ko'z solmag'in. Ularning iymon etmaganligidan qayg'urmag'in. Mo'minlarga kamtar bo'lg'in. Men haqiqatan sizlarni Allohning azobining nozil bo'lishidan oshkora ogohlantiruvchiman degan. Parchalavat kishilarga, ya'ni Yahudilar va Nasarlarga Tavrat bilan Injil nozil qilgandek, sana sura Fatiha bilan ulug' Qur'onni nozil qildik. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasarlar Qur'onni parcha-parcha qilib atdi. Ya'ni Qur'onning ba'zisiga ishonib, ba'zisini inkor qildi. Parvardigoringning nomi bilan qasamki, ular, ya'ni xaloyiqning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz. Sana buyurilganni, ya'ni Parvardigoringning amrini oshkora o'tirg'i qo'ygin. Mushriklarning masxaralariga parvo qilmag'in. Seni masxara qiluvchilarga biz cho'qim tetiymiz. Ular boshqa ma'budlarni Allohga sherik qiladi. Ular uzoqqa qolmay ishning oqibatini biladi. Biz ularning so'zlaridan yuragimning siqilayotganligini obdan bilamiz. Parvardigoringga hamd va tasbih etgin, ham sajda qiluvchilardan bo'lgin. Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajaling yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilgin. Sura Nahl Mekkada nozil bo'lgan 128 oyat. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Allah'ın fərmanı, yəni qiyamət çoxum keladi. Onunğa aldırab ketmanglar. Allah ular, yəni müşriklarning şerik keltirgan narsalardan pokdir və yüksəkdir. Allah öz irodasi bo'yicha xalqin bandalariga farishtalarni vahiy bilan nozil qilib,
mundaq deydi. İnsanlarni ogohlantiringlar ki, menden başqa hech iloh yo'qdir. Menden, ya'ni azobimdan qo'rqinglar. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Allah ular, ya'ni mushriklarning sherik keltirgan narsalardan yuksakdir. U insonni obiymandan yaratdi. Nagahan u Allohga oshkora husumat qilg'uchidir. Allah chorva mollarni sizlarning manfaatlanishinglar uchun yaratdi. Ularning yungi va terisi bilan issinisizlar. Ularning nasli, suti, so'ngiki va qig'idan foydalansizlar va ularning go'shtlarini yeysizlar. Ularni kashda o'tloqdan qaytirib kelgan va atdiganda o'tloqqa ilib chiqqan vaqtinglarda chorva mollar sizlarga zinnat bo'lib xushallik beg'ishlaydi. Ular yuk taqinlarni sizlar jafo mushaqqat bilan aran yetib boralaydigan joylarga ko'tarib boradi. Sizlarning Parvardigoringlar sizlarga haqiqatan shafqatlidir va mehribondir. Allah atni, xechirni va eshakni minishinglar uchun zinnat uchun yaratdi. Allah yana sizlar bilmaydigan narsalarni yaratdi. To'g'ri yo'l ko'rsatishni Allah o'z ustiga olgan. Ba'zi yo'llar agri bo'ladi. Mubada Allah xohlasa edi, sizlarning hammanglarni albatta to'g'ri yo'lga solgan bo'ladi. Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uningdan ichsizlar va shu yomg'ir orqali o'sgan dal daraxtlar bilan chorvanglarni boqsizlar. Allah sizlarga shu yomg'ir bilan ziroatlarni o'stirib berdi. Zaytun, xurmo, üzüm va turli mevalarni o'stirib berdi. Cho'nqur fikr qiladigan qalb uchun buningda haqiqatan Allohning qudratini ko'rsatadigan dalillar bor. Allah sizlarga kechini, kunduzni, kunni, oyni bo'ysundirib berdi. Yulduzlarmi Allohning amri bilan bo'ysundirilgandir. Tushundigan qalb uchun buningda nurg'un dalillar bor. Allah yana yer yuzida sizlar uchun yaratgan rangarang narsalarni sizlarga bo'ysundirib berdi. Vas nasihat oladigan qalb uchun buningda albatta ibrat bor. Allah sizlarni dengizning yangi go'shtlari, ya'ni beliqlarni yesin, taqaydigan zinnat buyumlari, ya'ni unchi marjonlarni chiqarsin deb sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Allah'ın nimetlerini talep qilishinglar va uningga shukr qilishinglar uchun Allah'ın bo'ysundirishi bilan yemek, içmekler, yük, taqlar, qachilangan kiyimlarning dengizda do'lqin bir ketayotganligini ko'rsin. Zaminning sizlarni tavirtib etmasligi uchun Allah uningda tog'larni barpo qildi. Ziraatlaringlarni, chorva mollaringlarni sug'urishinglar uchun eriq o'stanglarni, ezib qolmasliginglar uchun yo'llarni paydo qildi. Yo'llarga belgilarni qildi. Ular kechisi quruqlikda va dengizlarda yulduzlar bilan yo'l topadi. Butun koinotni yaratgan Alloh bilan hech narsani yarata olmaydigan butlar o'xshash bo'lamdi. O'ylamamsizlar. Agar Allohning sizlarga bergan ne'matini sansanglar, uning hisobini ilib bo'lolmaysizlar. Shubhisizki, Alloh sizlarning bu jihatdagi yetarsizliginglarni albatta mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga mehribondir. Allah sizlar yushirgan va oshkora qilganning hammasini bilib turadi. Ularning Allohni qo'yib ibodat qilganlari, ya'ni butlari hech shayini yaratolmaydi. Balki ularning o'zlari yaratilgandir, ya'ni insonlar tomonidan yasalgandir. Ular, ya'ni butlar tirik emas, o'likdir. Ular cho'qinquchilarning qachon qayta tirildirilganligini uqmaydi. Sizlarning ibodat qilishga loyiq ilohinglar birdir. Oxiratga ishonmaydiganlarning dillari Allohning birligini inkor qiladi. Ular cho'ngchilik qilib, haqni qabul qilishdan bosh tortquchilardir. Alloh ularning yushirganlarini va oshkor qilganlarini rostla bilib turadi. Alloh takabburlik qilguvchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Ularga, ya'ni mushriklarga Parvardigoringlar payg'ambariga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular masxir qilib, qadimqilarning afsonalarini nozil qildi deyishidi.
Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan ozrilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'hton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ldig'ini nima degan yomon? Ular, ya'ni Makka kofirlaridan ilgari o'tgan kofirlar o'z payg'ambarlarga hiyla-mikr ishlatib, Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Allah ularning hiyla-mikr binosini tal-to'kis gumroh qildi. Ularning ustiga bu binoning o'ksisi o'rilib tushdi. Ularga o'zlari o'ylamagan yerdan azob keldi. Ondan keyin Allah ularni qiyomat kuni rasvo qiladi. Ularga qoyib, mening sheriklarim qani qayerda? Sizlar ular to'g'risida payg'ambarlar bilan munozirlashatdinglar-ku, deydi. Ilm berilganlar, ya'ni ularni iymonga da'vat qilgan payg'ambarlar va ulamolar bugun rasvolik va azob haqiqatan kofirlarga tegishlidir, deydi. Ular kufrini ixtiyor qilib, o'zlariga ziyon solgan sharoitda farishtalar va ularning jonlarini oladi. Ular bo'ysundirilganlarni bildirib, biz hech qanday yomon ish qilmadik, deydi. Undaq emas. Allah sizlarning qilmishinglarni haqiqatan to'liq bilguchidir. Sizlar ichida mangu qoladigan jahannamning darvozalaridan kiringlar. Cho'ngchilik qilib Allohga itoat qilishdan bosh tortqushlarning boradigan joyi nima degan yomon. Taqvodorlarga Parvardigoringlar payg'ambariga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular yaxshi so'zlarni nozil qildi deyishidi. Yaxshi ish qiluvchilar bu dunyoda mukofotlanadi. Oxirat yurti ular uchun texim yaxshidir. Taqvodorlarning yurti rostla nima degan go'zal. Ular ostidan o'stanlar eqib turadigan atni jannatlarga kiradi. U yerda ularning ko'ngli xohlagan narsalar tepildi. Allah taqvodorlarni ana shundoq mukofotlaydi. Ular mushriklik va gunohlardan pok bo'lgan sharoitda farishtalar ularni qabzi ruh qiladi. Farishtalar ularga salom sizlarga qilgan amninglardan xosiyatidan jannatga kiringlar, deydi. Kofirlar faqat o'zlarining jinni elish uchun farishtalarning tushishini yoki Parvardigoringning amrining, ya'ni azobning tushishini kutadi. Ulardan burun o'tgan kofirlarmi ana shunday qilgan edi. Allah ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular qilmishlarining jazosini tortdi. Ularga masxara qilganliklarining jazosi, ya'ni qattiq azobi tushdi. Mushriklar, mubodo Allah xalqan bo'lsa, biz va bizning ota-bobolarimiz Allohni qo'yib hech narsaga ibodat qilmagan bo'lardik. Allah haram qilmagan, ya'ni Allohning hukmisiz hech narsani haram qilmagan bo'lardik, dedi. Ulardan ilgarilarmi ana shunday qilgan edi. Payg'ambarlarning mas'uliyati faqat ro'shan tabliq qilishdan iborat. Hidoyat qilish bo'lsa Allohning ishidir. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq turinglar, deb payg'ambar avatdi. Ularning orasida Alloh hidoyat qilganlarmi bor, gumrohlikqa tegishli bo'lganlarmi bor. Yer yuzida sayr qilib yurib, payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zdinglar. Sen ularning hidoyat tepishiga eris bo'lsangmi, Alloh o'zi gumroh qilgan kishini hidoyat qilmaydi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday madadkor yo'q. Ular Alloh o'likni tirildirmaydi deb qattiq qasam ichishdi. Undaq emas. Ya'ni o'likni tirildirdi. Alloh va'dasini cho'qim ishga oshirdi. Lekin insonlarning to'lasi Allohning qudratini bilmaydi. Shunlashqa o'lgandan keyin tirilishni inkor qiladi. Alloh ular ixtilof qilishgan haq bilan nohaqni ularga ayirib berish va kofirlarga ularning yolg'onchiliklarini bildirib qo'yish uchun ularni qaytadan tirildirdi. Biz biror shayni vujudga keltirmoqchi bo'lsak, uningga vujudga kel deymizda, u vujudga keladi. Zulmga uchragandan keyin
Allah yo'lida hijrat qilganlarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rinlashtiramiz. Ular biladigan bo'lsa, ularga oxiratning savobi texmi cho'ngdir. Ular ig'richiliklarga sabr qildi. Ular hamma ishda Parvardigorga tavakkul qiladi, ya'ni yo'linadi. Sendan ilgari biz faqat erlarga vahiy nazil qilib, ularni payg'ambar qilib avatdik. Quraysh jamoasi, buni bilmasanglar, ilm ahlilari, ya'ni Tavrat va Injilni bilguvchilardan so'ranglar. Ularning o'zlarining rostligini ko'rsatib beradigan dalillar va muqaddas kitoblar bilan avatdik. Biz sana Qur'onni, insonlarga tushirilgan shariatni bayon qilib bersin. Ular bu Qur'onni fikr qilib, uningdan vaz nasihat olsin deb nazil qildik. Hiyla-mikr ishlatib, yomon ish qilganlar Allah'ның o'zlarini yerga yutqizib etishidan yoki o'zlariga o'ylamagan yerdan azob kelishidan qo'rqmamdi. Yoki o'zlarini safar ustidagi chaqlarida jazoga yo'liqtirishidan qo'rqmamdi. Bu chaqda ular qechib qutula olmaydi. Yoki Allah'ның o'zlarini qadam jazolashidan qo'rqmamdi. Sizlarning Parvardigoringlar albatta marhamatlidir, mehribondir. Şunu sizlarni oldirab jazolamadi. Ular Allah yaratgan şeylarning soylarining bo'ysungan holda Allohga sajda qilish yuzidan so'lga mayli bo'lib turganligini ko'rmadimi? Osmonlardagi va zimindagi hayvonotlar, farishtalar Allohga sajda qiladi. Ular Allohga sajda qilishdan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ular o'z ustidagi Parvardigoridan qo'rqadi. O'zlariga buyurilganini qiladi. Allah ikki ilohga ibodat qilmanglar. U faqat bir ilohdir. Mendan qo'rqinglar dedi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Ibodat hamisha Allohga xosdir. Allohdan bo'lak g'ayridan qo'rqamsizlar. Sizlar bahramon bo'layotgan ne'matlarning hammasini Alloh bergan. Sizlarga biror ig'irchilik kelsa, Allohga yolvorib duo qilasizlar. Allah sizlardan ig'irchilikni ko'tarmasa, oranglardan bir bo'lak odam darhol o'z Parvardigoriga sherik keltiradi. Ular o'zlariga bergan beshidagi ig'irchilikni ko'tarayotganligimizdan iborat ne'matimizga noshukrlik qiladi. Sizlar ajlinglar yetguncha dunyodan bahramon bo'linglar. İşinglarning oqibatini uzoqqa qolmay bilasizlar. Ular biz o'zlariga bergan mol-mulkdan bilimsiz butlarga nasib qoldirdi. Ey mushriklar, Allohning nomi bilan qasamki, sizlar o'zinglar o'ydirib chiqargan narsanglar uchun cho'qim so'roqqa tortilsizlar. Ular Allohga qizlarni nisbat beradi. Allah bundoq bo'htondan baxtir. Ular o'zi orzu qilganlarini o'zlariga nisbat beradi. Ularning birarsiga xotinning qiz tuqqanlik xush xabar yetkazilsa, chiroy o'zgarib, g'azabnok bo'lib ketadi. Yetkazilgan yomon xabardan qo'rqib, o'z qavmiga ko'rinmay yoshirinib oladi. Ondan u nomusga chidab qizni saqlab qolamdi, yoki uni to'pi ostiga tirik ko'mamdi. Shu haqda o'ylandi. Ularning hukmi, ya'ni o'g'illarni o'zlariga nisbat berib, qizlarni Allohga nisbat berishi haqiqatan nima degan qabih. Oxiratga ishonmaydiganlar o'g'ilni yaxshi ko'rib, qizni yomon ko'rish, xotinni o'g'il tug'sa xushal bo'lib, qiz tug'sa ochqa kelish, nomusdan va kambag'allikdan qo'rqib, qizlarni tirik ko'mishga o'xshash yomon sifatlarga ega. Alloh bo'lsa eng oliy xislatlarga ega. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar Allah insonlarni ularning zulmi tufaylidan chapsan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida qimirlab turadigan hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Lekin Allah ularni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ularning halok bo'lish vaqti kelganda qilcha vaqtmi kechiktirilmaydi. Vaqti kelmasa qilcha vaqtmi ilgari surilmaydi. Ular o'zlari yomon ko'rdiganni Allohga mansub qiladi. Ular oqibatining yaxshi bo'lganligi bilan juyiladi. Shubhasizki, ular do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ular do'zaxda tashlanib qolg'uchilardir. Ey Muhammad,
Allah nam bilan qasamki, senden ilgari o'tgan ummatlarga haqiqatan payg'ambarlar avatdiq. Shayton ularning amallarini o'zlariga chiroyli ko'rsatdi. Shayton bugun ularning yordamchisidir. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, biz kitobni, ya'ni Qur'onni faqat sening kishilarga ular dinidagi datalash qilishgan narsalarni bayon qilib berishing uchun iymon etadigan qavmga hidoyat va rahmat bo'lsin uchunla nazil qildik. Allah bulutdan yağmur yağdırıp, şunun bilan qoqjarab qolgan zaminda turli ziroatlarni undirdi. Buningda vas-nasihat anglaydigan qavm uchun albatta Allohning qudratining cho'ngligini ko'rsatadigan dalillar bor. Chahar paylarda sizlar uchun haqiqatan bir ibrat bor. Sizlarni chahar paylarning qornidagi mayoq tezakdan va qondan ayrilib chiqqan pokiz va tamlik sut bilan sug'uramiz. Sizlar uchun yana bundaq ibrat muboraki, xurmadan, üzümdan sharoblar va pokiz yemaklar yasaysizlar. Aqlini ishlatadigan qavm uchun buningda haqiqatan Allohning birligini ko'rsatadigan dalil bor. Parvardigoring asal harisiga ilhom bilan bildirdi. Tog'larga, daraxtlarga va kishilarning asal harlari uchun yasagan uylariga uvu tuzgin. Ondan keyin turli meyvelar, ya'ni gul chechaklardan yegin. Parvardigoringning yo'llariga itoatmanlik bilan kirgin. Uning, ya'ni asal harisining qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma-xil rangli ichimlik, ya'ni asal chiqadi. Buningda Allohning qudratining cho'ngligini fikr qiladigan qavm uchun ibrat bor. Allah sizlarni yaratdi. Ondan ajlanlar bitganda sizlarni qabzruh qiladi. Oranglarda umrning yomon, ya'ni eng qiyirliq bosqichiga o'lishadiganlarmi bor. Ular hatto bir narsalarni bilgandan keyin hech narsani bilmas bo'lib qoladi. Ya'ni ilgari bildiganlarni unutib, kuch-quvvati tugab, aqli kemayib, kichik bolaga o'xshab qoladi. Allah haqiqatan maxluqotni boshqarishni bilguchidir. O'zi iroda qilgan narsani ishga oshirishga qodirdir. Allah sizlarning ba'zinglardan rizqda ustun qildi. Rizqda ustun qilganlar o'zlarining rizqini rizqda barobar bo'lish uchun qo'l ostidagi qullarga bermaydi. Ular Allohning ne'matini inkor qilishamdi. Allah sizlarning unsi ulfat elishinglar uchun xotinlarni o'z tipinglardan yaratdi. Sizlar uchun ulardan o'g'illarni va nabirlarni yaratdi. Sizlarga turli shirin narsalarni rizq qilib berdi. Ular botilga, ya'ni butlarga ishinib Allohning ne'matiga kufrlik qilamdi. Ular Allohni qo'yib, o'zlariga osmonlardan hech qanday rizq tushirib va yerdan hech qanday rizq chiqarib, ya'ni osmondan yomg'ir yog'dirib va yerdan ziroat va daraxtlarni o'stirib bera olmaydigan, shunday qilishga qudrati yetmaydigan butlarga cho'qinamdi. Sizlar Allohga misol keltirmanglar. Ya'ni Allohga butlarni o'xshatmanglar. Allohga sherik keltirmanglar. Allah haqiqatan hamma haqiqatni biladi. Sizlar Allohning buyukligini bilmaysizlar. Allah bunday bir misol keltirdi. Hech qanday ishni o'z oldiga bir taraf qila olmaydigan bir qul biz obdan rizq, ya'ni mol, mol-mulk ata qilgan va uni yoshirin yoki oshkora yuzida sadaqa qilib turgan o'rib erkin odam bilan o'xshashmi? Ya'ni hech narsaga ega bo'lmagan qulga o'xshaydigan butlarni hammaga ega bo'lgan va koinotni xohlagancha tasarruf qiladigan Alloh bilan qandoqmi tanishtirgili bo'lsin. Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Ular, ya'ni kofirlarning to'lisi hamdu sanoga Allohning loyiq ekanligini, butlarning hamdu sanoga va ibodatga loyiq emasligini uqmaydi. Allah yana mundaq misol keltirdi. Mundaq ikki odam bor bo'lib, ularning biri hech ish qila olmaydigan va egisiga yuk bo'lib qolgan bir gachidirki, egisi bu gachini mayli qayerga bassun, u hech qanday foyda olib kelolmaydi. Yana bir bo'lsa, o'zi to'g'ri yo'lda mangan va kishilarni haqqoniy bo'lishga buyuradigan odamdir. Bu ikki odam o'xshashmi? Ya'ni bu gachi bilan o'zi to'g'ri yo'lda turib,
fasohatlik so'zlaydigan, o'zi Qur'on nuri bilan nurlangan odam bir-biriga o'xshamdi. Aqlli odamning ularni o'xshash o'ringa qo'ymaganidek, but va toshni hammani bilguchi qudratlik Alloh bilan o'xshash o'ringa qo'yg'ili bo'lmaydi. Osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Qiyomatning qoyim bo'lishi ko'zni yumib ochquchilik yoki uning dumi tezdir. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Allah sizlarni onanglarning qornidan hech narsani bilmaydigan holtinglar bilan chiqardi. Allah sizlarga shukr qilsin deb quloq, ko'z va yuraklarni ato qildi. Ular qushlarning havoda uchishga bo'ysundirilganligini ko'rmadimi? Ularni havodan tushib ketishdan faqat Allah tutib turadi. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Allah sizlarga uyinglarni turaqli joy qilib berdi. Sizlarga hayvonlarning terilaridan uylarni, chidirlarni qilib berdi. Sizlar ko'chgan kuninglardami, turgan kuninglardami uning yenikligini his qilasizlar. Sizlarga qo'ylarning yunglaridan, to'ygilarning yunglaridan, o'chkilarning yunglaridan uy jihozlarini, ya'ni sizlar kiydigan va uyinglarni saramjonlashtiradigan ham ma'lum muddatgacha, ya'ni o'lim kelguncha yoki ular ko'nrab tugiguncha foydalanadigan narsalarni qilib berdi. Alloh sizlarga o'z yaratgan narsalar, ya'ni daraxtlar, tog'lar va binolardan kunning haroratidan saqlanadigan soylarni qilib berdi. Tog'lardan sizlarga g'orib, o'ngirga o'xshash turaqli qiladigan joylarni qilib berdi. Sizlarga issiqdan va sovuqdan saqlanadigan kiyimlarni, urushda sizlarni ziyon zahmatdan saqlaydigan to'mir kiyimlarni tayyor qildi. Alloh sizlarni itoat qilsin deb sizlarga ana shunday mukammal ne'matlarni berdi. Agar ular, ya'ni mushriklar iymondan yuz o'rsa, sana hech ziyni yo'q. Sening vazifang faqat ro'shan tabliq qilishdir. Ular Alloh ne'matini to'niydi. Ondan Allohdan bo'lak g'ayriga ibodat qilish bilan u ne'matlarni inkor qiladi. Ularning to'lisi kofirdir. Ya'ni kofir petichi o'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida har ummatdan uningga iymon bilan yoki kufr bilan guvohlik beradigan bir shohid, ya'ni payg'ambar keltiramiz. Ondan kofirlarga o'zir aytishga ruxsat qilinmaydi. Hamda ulardan Parvardigorni rozi qilish, ya'ni Parvardigorni rozi qiladigan amallarni qilish talab qilinmaydi. Zolimlar, ya'ni mushriklar azobni ko'rgan chaqda ulardan azob yengiltilmaydi va kechiktirilmaydi. Mushriklar dunyoda cho'qilgan butlarini ko'rgan chaqda, ey Parvardigorimiz, bular bo'lsa bizning seni qo'yib ibodat qilgan butlarimizdir deydi. Butları ularga javob berib, shubhasizki, sizlar haqiqatan yolg'onchisizlar deydi. Shu kunda ular o'zlarining Allohga bosh ekanligini bildirdi. Ammo ularning dunyodagi chaqlarida butlar bizga shafaat qildi degan yolg'on yovudaqlari yo'qqa chiqadi. Kofir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dindan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib ziyoda azob qilamiz. Shu kunda biz har bir ummatga ularning ichidan ularga qarshi guvohlik beradigan bir shohid, ya'ni payg'ambar keltiramiz. Va shu kunda biz seni bularga, ya'ni ummatingga shohid qilib keltiramiz. Sana biz kitobni, ya'ni Qur'onni, hamma narsani, ya'ni kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan, dillarga hidoyat, bandlarga rahmat, musulmonlarga mangulik saodat bilan xush xabar yetkazadigan qilib nozil qildik. Alloh haqiqatan kishilar orasida odil bo'lishga, jimi xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqrabolarga sila rahim qilishga buyuruydi. Qabih so'z harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sidi. Nasihatni qabul qilsin deb Alloh sizlarga pand nasihat qiladi. Sizlar ahdi tuzishganlaringlarda Allohning ahdisiga vafo qilinglar. Qasminglarni Allohning nomini tilga ilib,
puxtulğandan keyin buzmanglar. Chunki sizlar Allahni guvohchi qildinglar. Shubhasizki Allah qilmishinglarni bilib turadi. Sizlar pishiq egirgan yepni chuvib, parcha-parcha qilib etgan xotindek bo'lmanglar. Izohat: bu qasam ichib chin ahdi qilishgandan keyin o'z ahdini buzgan odamning misolidir. Bir jamoa son va mol-mulk jihatda yana bir jamoadan ko'p bo'lganligi uchun qasmlarni aldamchilikning vositasi qilib olsizlar. Ya'ni o'zaro yordamlashish ustida bir jamoa bilan ittifoq tuzishgandan keyin soni pul mili ko'proq yana bir jamoani ko'ribla ilgirki jamoa bilan tuzishgan ahdini buzib keyingi jamoa bilan ahdi tuzsizlar. Allah sizlarni haqiqatan buning, ya'ni va'daga vafo qilish amri bilan sinaydi. Sizlar dadalash qilishgan haq nohaqni qiyomat kuni sizlarga cho'qim aniq ayirib beradi. Bu boda Allah xohlagan bo'lsa-da sizlarni, ya'ni butun insonlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Lekin Allohning hikmati ularni o'z ixtiyoriga qo'yib etishni taqozo qildi. Allah xohlagan odamni gumroh qiladi. Xohlagan odamni hidoyat qiladi. Qiyomat kuni butun qilmishinglar ustida so'roq qilinsizlar. Qadaminglar islom dinida izchil bo'lgandan keyin tiyilib ketmaslik uchun qasmlarni o'z oranglarda aldamchilikning bositchisi qilib olmanglar. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlik qilinglar, ya'ni ahdiga vafo qilishdan yuz o'rganliginglar uchun azobni deysizlar. Sizlar oxiratda do'zaxda cho'ng azobga qolasizlar. Sizlar Allohning ahdini arzimas narsaga setib etmanglar. Sizlar agar bilsanglar Allohning dargohidagi savob sizlar uchun fani dunyoning narsalaridan ortiqdir. Ey insonlar, sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allohning dargohidagi narsalar tugamasdir. Sabr qiluvchilarga albatta ularning qilgan amaldanmi yaxshiroq savob beramiz. Ayol mo'minlardan kimki yaxshi amal qiladi ekan, biz uni albatta dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib, obdan yashitimiz. Ularga albatta qilgan amaldanmi yaxshiroq savob beramiz. Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda, qo'qlandi shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Shubhasizki, mo'minlarning va Parvardigorga tavakkul qiluvchilar, ya'ni yo'llanguchilarning ustidan shayton hukmronlik qilolmaydi. Ya'ni Parvardigorga chin yo'langan mo'minlarga shaytonning vasvasasi ta'sir qilolmaydi. Shayton faqat o'zini do'st tutadiganlar va o'zining iqvo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustida hukmronlik qiladi. Biz bir oyatni yana bir oyatning o'rniga almashtirganimizda, ya'ni bir hukmni bekor qilib, uning o'rniga boshqa bir hukmni tushirganimizda, Alloh o'zi nasil qilganni, ya'ni shu hukmda bandiga nima manfaat va hikmat borligini o'zi obdan biladi. Ular: "Ey Muhammad, sen Allohga yolg'on choplading", deydi. Undaq emas. Ularning to'lisi Allohning hikmatini uqmaydi. Aytqinki, Qur'onni Jibril mo'minlarning iymonini mustahkam qilish uchun musulmonlarga hidoyat va xushxabar qilib, Parvardigoring huzuridan rostchilik bilan nazil qildi. Ular, ya'ni mushriklarning uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga Qur'onni bir inson ta'lim berdi degan so'zni obdan bilamiz. Ular ko'rsatgan odamning tili arab tili emas. Bu Qur'on bo'lsa ro'shan arab tilidir. Shubhasizki, Allohning oyatlariga, ya'ni Qur'onga ishonmaydiganlarni Alloh hidoyat qilmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Faqat Allohning oyatlariga ishonmaydiganlarlar Allohga yolg'on choplaydi. Muhammad alayhisalom yolg'onchi emas. Dal ularning o'zlari yolg'onchidir. Kimki Allohga iymon etgandan keyin iymondan yenib olsa, qalbi iymon bilan mustahkam tursa-mu, majburlash ostida og'izdilla iymondan yonganligini bildirganlar buningdan mustasno. Kufr bilan ko'ngli ozodi bo'lsa, ya'ni ixtiyoriy yo'sinda murtad bo'lgan bo'lsa, u Allohning g'azabiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi. Bu, ya'ni azob ularning dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rganliklari va Allohning kofir qavmini hidoyat qilmaydiganligi
uchundir. Ana shu kishining Alloh tarafidan dillari, quloqlari va ko'zlari pechatlab etilgan kishilardir. Ana shular g'ofillardir. Ular rostla oxiratda ziyon tortquchilardir. Ondan ey Muhammad, ziyonkashlikka uchragandan keyin haqiqatan Madinaga hijrat qilgan, ondan Allohning yo'lida jihad qilgan va jihodning mushaqqatlariga chidaganlarga Parvardigoring mag'firat qiladi. Shubsizki, Parvardigoring shuningdan, ya'ni ularning hijrat, jihod, sabr qilganidan keyin ularga albatta mag'firat qilguchidir, rahmat qilguchidir. Har odam o'zi bilan bo'lib ketadigan, har odamga qilgan amalining mukofoti to'liq beriladigan, ularga zulm qilinmaydigan kunni, ya'ni qiyomat kunini aslagin. Alloh mundaq bir misolni keltirdi. Bir shahar, ya'ni Makka aholisi bo'lib, aslida tinch, xotirjam edi. Uning rizqi taraf-tarafdan kengtasha kelib turardi. Uning aholisi Allohning ne'matlariga kufrlik qildi. Allah ularga qilmishlari tufaylidan ochliqning va qo'rqinchning alamini tetitdi. Ularga o'z ishidan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom keldi. Uni ular inkor qildi. Ularga azob, ya'ni qattiqchilik va uqubat yuzlandi. Ular gunohlarga cho'mganlik tufaylidan zolim edi. Alloh sizlarga rizq qilib bergan halol, shirin yemaklardan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Alloh sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'chqa go'shini, Allohning g'ayrining, ya'ni butlarning nomi aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki ixtiyoricha emas, ilhodsizlikdan, yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek miqdorda yesa, Alloh uni mag'firat qilguchidir. Uningga kuyinguchidir. Og'zinglarga kelgan yolg'onni so'zlash uchun hech qanday tilisiz bu halol, bu harom demanglar. Chunki mundaqda Alloh nomidan yolg'onni o'ydirgan bo'lasizlar. Alloh nomidan yolg'on o'ydiruvchilar haqiqatan dunyo va oxiratda maqsadiga erisha olmaydi. Ular dunyodan faqat ozgina bahramon bo'ladi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ilgari sana bayon qilgan narsalarni yolg'iz yahudilarga harom qildik. Buning bilan biz ularga zulm qilmadik. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Shubsizki, bilmasdan yomon ishlarni qilgandan keyin tavba qilgan va amalni tuzatganlarga Parvardigoring albatta mag'firat qilguchidir, marhamat qilguchidir. İbrahim haqiqatan yaxshi xislatlarni o'zlashtirguchi, peshvo, Allohga itoatman, botil dillardan haq dinga buralguchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilguchi edi. U Allohga sherik keltirguchilardan emas edi. İbrahim Allohning ne'matlariga shukr qilguchi edi. Alloh uni payg'ambarlikka tanladi va uni to'g'ri yo'lga boshladi. Uningga dunyoda yaxshilik ato qildik. Ondan sana botil dinlardan haq dinga buralguchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilguchi, İbrahimning diniga ergashgan, İbrahim mushriklardan emas edi, deb vahiy qildik. Shanba kuni ustida ixtilof qiluvchilar uchunla uni ulug'lash belgilandi. Ya'ni shanba kunni ulug'lash va bu kunda ishlamaslik İbrahimning shariatida yo'q edi. Yahudilar Allohning amriga osiylik qilib, dinda ixtilof qilishganliklari sababidan ularga ig'irchilik tug'dirish uchun shundoq belgilamani chiqardi. Shubsizki, Parvardigoring qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan haq nohaq ustida cho'qim hukm chiqardi. Parvardigoring yo'liga, ya'ni islom diniga hikmatli uslubda yaxshi vaz nasihat bilan da'vat qilgan. Ular, ya'ni muxolifatchilik qiluvchilar bilan chiroyli ravishda munozirlashgan. Parvardigoring haqiqatan uning yo'lidan ozganlarni obdan biladi. Hidoyat topquchilarni obdan biladi. Agar o'zinglarga yetgan ziyon zahmat uchun intiqom olmoqchi bo'lsanglar, o'zinglarga yetgan ziyon zahmat qanchalik bo'lsa, shunchalik intiqom olinglar. Ya'ni oshirib atmanglar. Agar sabr qilsanglar,
ya'ni intiqom olmay kechirsanglar, bu sabr qilguvchilar, ya'ni kechirguvchilar uchun albatta yaxshidir. Ey Muhammad, Allohning yo'lida sana yetgan aziyatlarga sabr qilgin. Sabring faqat Allohning yordami bilan qo'lga keladi. Ularning iymon etmaganligiga qayg'urmagin. Ularning hiyla mikrasidan yuraging siqilmasin. Allah haqiqatan taqvodorlik qilguvchilar va yaxshi ish qilguvchilar bilan birgadir. Kitob o'qish munbiri avlodlar turbeti hozirladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.